Ve inne cundana lahumul galibun. Sure Saffat'ta Allah subhanahu taala şeksiz ki bizning askarlarimiz, bizning armiyimiz chuqum albatta ular g'alaba qilguvchilardir. Chuqum g'alaba qildiganlar ular dedi Allah subhanahu taala. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz yeterki Allah subhanahu va taolaga askar bo'laylik o'zimizning hayotida. Allohning askari bo'laylikki hayotimizning har bir qadamlarida, har bir bosqichlarida ve Allah'a haqiqiy loyiq ravishda askar bo'lgandan keyin biz xotirjam holatda Allohning nusratini kutsak bo'ladi. Kutishga haqliqmiz. Yeterki biz qanday qilishimiz kerak desa, bizdan talab qilingan narsa Allohning haqiqiy askari bo'lish. Çünkü Allah'ның askeri bo'lgan kishi, Allah'ның askeri hech qachon mag'lub bo'lishi mumkin emas uni, mag'lub bo'lishi. Agarda bir inson mag'lub bo'lgan bo'lsa, uning mag'lub bo'lishligi sabab o insonning Allah subhanahu va taolaga loyiq ravishda askar bo'la oladimi? Allohga loyiq ravishda bo'lanmadimi? O'zini tekshirish kerak. Hergiz Allah subhanahu va taolaga su'uzdan qilmaslik kerak, yomon gumon qilmaslik kerak. Endi bu yerda Allah subhanahu va taolaga askar bo'lish degandan jundi degan so'zdan bu so'zning faqatlam yani bu so'zning ma'nosini faqat urush oldingi hisobda shu qoral bilan urush qilishlar mushning ichiga kirdi. Allohning askari bo'lish uningdan sirtqi hech bir soha uning ichiga kirmaydi deb tushunish ham xato. Chunki bu so'zning ma'nosi intayin keng bo'lib, bu yerda umumiy berilmoqchi bo'lgan va'da nima desa, eng yuqorisi shu bo'lgan bo'lsa, oldingi hisobda jon, mol hammani berib jihad qilish bo'lgan bo'lsa, uning ostidagi butun bir mu'minning butkul hayotini, xizmatini, ilmini, o'zining qudratlarining hammasini Allohning yo'lida fi sabilillah ishlatishining hammasi ishlatgan bo'lsa, u mu'min, shu mu'min o'zining shu sohasida qilayotgan shu ishida Allohning askari sifatida xizmat qilayotgan bir mu'min bo'ladi. Hergiz bir lam nuqtada tushunib olmasligimiz kerak. Shuning uchun haqiqiy mu'min qanday bo'lish kerak? Aminatli bir al-mu'minus sodiq qanday bo'ldi degan vaqtida uning ilmi, qudrati, mol dunyosi, tili, qalami, kasbi, o'zining mahorati, jamiyatdagi o'rni, alohidaligi, bütün xususiyatlarining hammasi muvazzafatun fi sabilillah subhanahu va taala. O hayotda jinini Allohga taslim qilgan muddatgacha davomli holatda Allah subhanahu va taolaning yo'liga xizmat qildirilgan holatda yashaydi mu'min. Yani mu'min ma'lum mazgil xizmat qilib bo'lgandan keyin unga dam oladigan ish yo'q uningga. Shu davomli holatda Allohga taslim bo'lguncha, Allohga uchrashquchi bo'lgan holatda bütün ishini Allohga taslim qilgan, Alloh yo'lida ishlatguchi bir mu'min bo'ladi mu'min aslida. Hayotimizda ko'pincha musulmonlar, ko'pinchamiz diqqat qilmasdan qilib ketadigan masalan tamoq yeyish, uxlash, dam olish, u bu kiyim kiyish, tijorat qilish, foyda elish degandek ishlarni nurg'un musulmonlar yani diqqat qilmasdan, niyatni go'zal qilmasdan tabiiy holatda qilib ketadi. Alloh dargohida hech bir ajrsiz meni yordamdi. Normal hech qanday ajr olmay mangdi. Ammo lekin mu'min amaliyotda mu'minning niyati shu har bir qilayotgan amalda mayli tijarati bo'lsin, aram elish, uxlashi bo'lsin, qaysi shaklda hayotimizdagi faoliyatlarni go'zal niyat bilan boshlagan vaqtida amaliyotda har bir ishimizni ibodatga aylantira olamiz. Har bir ish Alloh dargohida ibodat hisobida yozilib mangadi asli. Alloh rozi bo'lgan bir amal qatorida. Masalan, Sura Nisoda Alloh subhanahu taolo deydi-ki: "Va la tahinu fi ibtigha'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allohi ma la yarjun wa kana Allohu aliman hakima." dedi. Bir ayet dedi-ki, sizlar bu kafirlarni tutishda, kafirlarning keynidan qo'g'lab, kafirlarni talab qilishda, urush qilish uchun hergiz bo'shashmanglar, ojizlik qilmanglar dedi. Agar sizlar azoblangan bo'lsanglar, alam, og'riq, jarohatning azobi, har xil azob, qiyinchilik, bu alamni sizlar tatgan bo'lsanglar, sizlar chekkan bo'lsanglar, ularni o'xshash chekidi dedi. Sizlar qo'g'layotgan, sizlar urushayotgan, sizlar kurash qilayotgan bu kafirmi? O'xshash shu alamni chekidi, musibatni tatidi, jaboni tatidi, o'xshash jaboni tatidimi? Lekin farqinglar nima? Va tarjuna minallohi ma la yarjun. Sizlar Allohdan ular umid qilmaydigan narsani sizlar umid qilasizlar Allohdan. Sizlarning niyatinglar boshqa sizlarningki. Sizlar Allohdan orzu qilgan, talab qilgan narsa boshqa, u qilmaydiganni qilasizlar. Alloh hammani bilib turguchi, hikmat bilan ish qiluvchi dedi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, kafirlar kech kunduz islomni o'rish uchun plan tuzishdi, tirishchanlik ko'rsatdi.
milyon pulni sarf qildi Allohning nurini o'chirish uchun bu koinotda. Tarixdan buyon shu mu'minlarga har xil qiyinchilik tug'dirish uchun qimmagan hiyla-mikrni o'ylab chiqadi, o'rlashtirib mangdi haqni yo'q qilish uchun bütün aqlini, pulini, bütün kuch-quvvatini shu yo'lga ishiltidi, qo'rqmasdan hammasini. Qur'oni Karimda Alloh sura Anfalda degandek, innallazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Kafirlar ular mal dunyalarini Allohning yo'lidan to'sish uchun ishiltidi dedi. Chiqim qildi bular dedi. Va albatta chuqum chiqim qildi dedi. Rasmiy chiqim qilib shu yo'lga ishiltidi. Ondan keyin ularga hasrat bo'ldi bu ishlatgan pullar dedi. Uning keyindan mag'lub bo'ldi dedi. Shuncha bola chiqimni qilib bo'lib, shuncha bola rasmiyni sep bo'lib, uning keyindan mag'lubiyat ularga nim bo'ldi dedi. Kafirlar jahannamga hashr qilindi. Demak bu yerda biz almoqchi bo'lgan nuqta nima deganda va tarjuna minallohi ma la yarjun. Bir hayotimizda bugun kunimizda bir inson desak, bir yosh, to'y qilmagan bir yosh masalan 2 yoshni misol olsak, 2 yil to'y qilmoqchi bo'ldi, jabon tatdi, tirikchilik ko'rsatdi, pul yig'di, to'y qilish uchun hamma tayyorligini qildi, uy oldi, uni qildi, buni qildi. Nurg'un bir to'y qilib bir uyga 5 ni tiqib qo'yishni tatmagan kunni ko'rdimda. Nurg'un tushdan kirib chiqib qo'yishamdi. 2 yil o'xshash tirikchilik, jabonni tatib qilgan bilan ammo bir inson agarda shuning birisi to'y qilib uf deb rohatlansam, huzur halovatli bo'lsam deb uni niyat qilgan bo'lsa, shundan niyat qilgan bo'lsa, uning erishadiğini shu. Ammo lekin yana bir yosh, bir musulmonningki ham bir to'y qilishdan faqat huzur halovatini o'ylashi, u musulmon loyiq bir ish emas. Haqiqiy mu'min sodiq, Allohga taqvodor mu'min qana qildi. Bir Allah men shu masala bilan Alloh o'ziga dini xizmat qiladigan bir sog'lom, go'zal bir farzandlarni ato qilsa, Allohning diniga g'ash qo'ysam, oilam go'zal bir islomiy oila bo'lsa, bu niyatni qildi boshdan. Demak, ikkisining qilgan shu niyati bilan u insonning yillarcha tatgan azobining hammasi, jafosining hammasi Allohning dargohida ajr hisoblanib bo'ladi. Yana birisi hech qanday ajr hisoblanmaydi Alloh dargohida. Chunki uning niyati boshdan oxir niyatga bog'lab oldida Alloh subhanahu. Ya'ni Allohdan umid qilish masalasida hech qachon biz sal qarmasligimiz kerak. Shuning uchun salaflarimiz men uyqumdan ham uxlayotgan inni ahtasibu minallohi min nawmati kama ahtasibu minallohi min qavmati. Men o'zim sog' salomat xizmat qilayotgan vaqtimda Allohdan qanday ajr tilab qilgan bo'lsam, shu rohat yotqinimning ichida uxlayotganda ham shunday talab qilmaydi ajrini. Nima uchun? Chunki bir niyatning o'zida o'zgarib ketdi osmon zamin hamda. Ya'ni uxlaganda ey Robbim Alloh, men sen shu necha soat orom elish orqali badanimga qayta bir kuch hosil qilib, sening yo'lingda itoat qildirish, jismimni sening yo'lingda xizmat qildirish, sening yo'lingda itoat qilish uchun orom olaman deb shu bir niyat qilib qo'yganlik bilan u uxlayotgan bo'lsa ajr uning xuddi ibodat qilayotgandek ajr bo'ladi. Shuning uchun biz hayotimizdan ana shunday foydalanishimiz kerakki, hayotimizning hammasi Alloh subhanahu va taolaning yo'lida, mayli o'ltasak, qopsak, hamma ishimiz Alloh yo'lida bo'lsin.